Bugungi kontentimiz transactional hamda interactional muloqot turlarining sinfdagi amaliyoti bilan bevosita bog'liq bo'ladi. Muloqotning transactional turi axborotga yo'naltirilgan ma'lumotga asoslangan bo'lib, uning asosiy maqsadi tinglovchiga axborot yetkazish, qandaydir bir maqsadda muloqot qilish, topshiriq berish, so'rov qilish yoki ma'lum bir natijaga erishishdan iboratdir. Bu turdagi muloqotda asosiy e'tibor mazmunga qaratiladi. Hissiy munosabat ikkinchi planga chiqadi. Muloqot qisqa va maqsadli bo'ladi. Ta'lim jarayonida 45-betni oching, topshiriqni bajaring, mashqning javobini yozing singari gaplar ko'p qo'llaniladi. Aynan mana shunday gaplar tranzaksiya asosidagi muloqotga misol bo'la oladi. Muloqotning bu turi pragmatik, ya'ni vaziyatga asoslangan bo'lib, qisqa va aniq, natijaga yo'naltirilgan hamda ko'pincha rasmiy uslubda bo'ladi. Kechagi videomizdagi bank xodimi, magazindagi savdogar va mijozlar o'rtasidagi suhbatlar ham aynan tranzaksiya munosabati asosida qurilgan suhbatlar edi. Interactional, ya'ni ijtimoiy va psixologik munosabatga yo'naltirilgan muloqot turining bosh maqsadi esa axborot yetkazish emas, aksincha, insonlar aro munosabatni o'rnatish, saqlash va mustahkamlashdan iboratdir. Bu turdagi muloqotda asosiy e'tibor ijtimoiy munosabatlarga qaratiladi. Hissiyot, empatiya, ya'ni hissiy munosabatlar, ijtimoiy aloqa bu muloqot turida muhim omillar hisoblanadi. Muloqot ko'proq emotsional va ijtimoiy xarakterga ega bo'ladi. Shu bilan birga, ular ko'pincha norasmiy uslubda tashkil qilinadi. Bu kabi gaplar va birikmalar aynan shu muloqot fonida hosil bo'ladi. Ta'lim jarayonida bu ikkala muloqot turini strategik jihatdan qo'llash juda muhim sanaladi. Bu jarayonda eng samarali model bu muloqot turlarini darsning strukturasiga mos ravishda qo'llashdir. Masalan, darsni boshlash, dars maqsadini belgilash, dars jarayonida o'rganuvchilarga yo'riqnoma berish hamda o'rganuvchilarning bilimini mustahkamlashda transactional muloqotdan foydalanish tavsiya etiladi. Mashg'ulot davomida savol berish, ma'lum bir mavzuni muhokama qilish, o'rganuvchilarning fikrini tinglash kabi jarayonlar esa muloqotning interactional turi orqali tashkil etish tavsiya etiladi. Bundan tashqari, muloqotning bu ikki turi orqali darsda beriladigan savollar transformatsiya qilinishi mumkin. Masalan, transaction uslubidagi mavzuni tushundingizmi savoli o'rniga interactional xususiyatlarga ega mavzuning qaysi qismi siz uchun murakkabroq tuyuldi yoki mavzuning aynan qaysi qismini o'z so'zlaringiz bilan tushuntirib bera olasiz variantlari orqali ifodalash ancha samaraliroq hisoblanadi. Ba'zan dars jarayonida berilayotgan topshiriqlarni ikki bosqichli formatda tashkil qilsa ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Masalan, matnni diqqat bilan o'qing va matndagi asosiy g'oyani yozing. Transactional muloqotga asoslangan gapini uning interactional variatsiyalari bilan davom ettirish mumkin. Masalan, matnda tushunish qiyin bo'lgan qaysi jumlani o'z so'zlaringiz bilan tushuntirib bera olasiz? Sizningcha, matnda keltirilgan fikrlar kundalik hayotimizda qanday ta'sir qiladi? Shuni yodda tuting, dars faqatgina ma'lumot yetkazishgina emas, balki fikr almashish va ijtimoiy munosabatlarni mustahkamlash jarayonidir. Transactional va interactional muloqotlarni darsingizda uyg'unlashtira olsangiz, ta'lim oluvchilarga bilim bilan birga ularning fikrlash, ifoda va ijtimoiy qobiliyatlarini ham rivojlantirishga yordam berasiz. Tanlagan kontentimiz siz uchun manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Kontentlarimiz borasida o'z fikr mulohazalaringizni izohlarda qoldirib keting.